kishi farq kengaya boshlaydi. Farq kengaya boshlaydi. O'sha farqni kengaya boshlashi androgen soch to'kilishining ayollar turi deyiladi. Bu androgen soch to'kilishini qaysidir ma'noda kasallik emas deydigan bo'lsak, erkaklar uchun tashqi ko'rinishi o'zgaradi xolos. Aynan ayollar uchun bu psixologik juda katta travma aslida. Yana yomon tarafi shundaki, androgen soch to'kilishini yemirilib ketgan soch ildizlarini tiklash juda qiyin. Shuning uchun boshlang'ich bosqichlarda ayniqsa qizlar, ayollar juda ehtiyot bo'lib, juda zudlik bilan o'sha qizlar, ayollarga bu tegishli juda zudlik bilan vrach ko'rigiga kelish kerak. Erkaklarda-ku soch ekish mumkin. Ayollarda ham eksa bo'ladi, lekin ayollardagi androgen soch to'kilishi og'irroq kechadi. O'sha donor qismlariga ham o'tishi mumkin. Ya'ni kelajakda biz ularga soch ekmoqchi bo'lsak, lekin donor sohada juda kam soch ola olmaymiz. Hozir aytyapsiz-ku, soch ektirish mumkin, inson organizmi uchun hech qanday salbiy ta'sir bo'lmaydi. Yo'q, umuman